Mashallah, turishini qaranglar. Qadrli obunachilar, manzarani qarang. Buqalarni qaranglar, akalar. Mashallah. Iloyim, mana shu bizga obuna bo'lib, otangga rahmat deb videolarni ko'rsatayotgan aka-ukalarni uyda mana shunaqa buqalardan borib, qo'rasi to'lsin, mashallah. Mana Angusni kattasi qanaqa bo'ladi, giganti degan akalarimizga Angusni otasi akalar, otasi mana haqiqiy tonnaga bormaydi deydi bir xillar. Mana Avlikoldi, Sharaleni kattasi qanaqa bo'ladi deganlarga. Belgiski buqaga o'xshab dumba sovorgan akalar, mashallah. Akalar mehnatga mana shu buqalarni boqqani uchun akalarimiz mehnatiga like tugunbulatib bosib qo'yinglar akalar. Like hech kimdan pul so'ramaydi. Avvalambor assalomu alaykum, qadrli chorva mix obunachilari, YouTube, buqa va albatta chorva ishqibozlari, o'zimizni ashaddiy obunachilar. Akalar, ukalar, hafta kunlarimiz bugun 9-aprel, haftaning bugun payshanba kuni 2026-yil. Mashallah, buni ketishini qaranglar. Xo'p, Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchug'oy mahallasidamiz. O'sha sizlar bilgan Optimchi Muhammadjonning fermasida sotiladigan 7 bosh mana bunaqa gigant buqalar bor akalar. O'sha yemda turgan, xudo xolasa, aytishlari bo'yicha bug'doy yorma, makka yorma, kunjara, kepak yebdi. Mana buni qarang, tuxum qo'ysangiz tuxum turadi-yu. Mashallah, mana shunaqa xullas buqalar bor. 7 bosh soni. Muhammadjon aytayapti, akalar mana sotuvga chiqar. Dumba sovorgani akalar, dumba sovorgani buqalar. Turishini qaranglar. Like tugun bulatib qo'yasizlar akalar. Kommentariyada otangga rahmat deb qo'yasizlar. Mana shunaqa buqalarga qo'ralang to'ldirsin iloyim. Hammalaringni akalar, jonlaring omon bo'lsin. Mana Qurbon hayitga men tonnali buqa so'yaman deb turgan aka-ukalarimiz bo'lsa, yoki menga buqani gigantini olaman degan aka-ukalarimizga mana shu video iloji boricha maksimal tarqatib tashlab qo'yasizlar. Odam ko'rib havas qiladi-yu videoda bularni bori. Mashallah, turishini qarang. Angus. Ichida mana Angusimiz ham bor, Avlikol, yoqda Greenford. Hammasidan bor akalar. Mashallah. Joning omon bo'lsin. Yebishlari zo'r, xudo xolasa 100% sog'lom buqalar akalar. Mana bu bittasini sal oyog'i oqsayapti, xudo xolasa o'tib ketadi, sal urib olgan. Endi vesti ham ko'ryapsizlar o'zlaring. Joning omon bo'lsin. Dumba sovorganini qaranglar, mashallah. 7 bosh akalar. Mana muskulni qarang, muskulni. Like-ni dang urib tashlanglar, xudo xolasa. Xo'p, xohlasangiz oborib boqing, yana dalshi, xohlasangiz o'sha Qurbon hayit mana xudo xolasa Qurbon hayitgacha boqib, so'yib tarqating. Kimga qanaqasi kerak bo'lsa, maxsus video akalar mana. Mashallah, mana qarang. Bilasizlar-ku, belgiski buqalarni orqalari chiqib dumba sovorardi. Ana shunga o'xshab ketdi-da mana ular, lekin bori. Mana tonnaga bormaydi degan akalarimizga maxsus video akalar. Mana zot boqsang, mana shunaqasidan boq degandan. Akalar, dastavka xizmatlari butun O'zbekiston bo'ylab bor. O'ylanmasdan telefon nomer qo'yib ketamiz ekranga. Narxni aytishdan oldin aytib qo'yay. Dastavka muammosiz O'zbekiston bo'ylab xudo xolasa yetkazib beradi. Narxiga keladigan bo'lsak, Muhammadjon aytayapti, aka, mana shu buqalarni bir joyga narx aytaylik deyapti. Taroziga ham keyin gaplashaveramiz. Narx 60 milliondan kami bor akalar. 60 milliondan kami bor. Soni 7 bosh mana. Men taroziga olaman degan akalarimiz bo'lsa, telefon nomer qo'yib ketyapmiz. Telefon qiylar, taroziga ham akalar xudo xolasa kelishamiz deyapti. Narxin telefon taroziga kelishamiz deyapti. Mashallah, buni qarang, orqalarini qarang, dumba sovorgan-u. Mana narxi arzonmi, qimmatmi, kimga qanday, negativmi, boshqa bilmayman, lekin men buqani shunday o'zini ko'rib odam maza qilsa ham arziydi-da bori. Xudo xolasa oborib ozgina boqsangiz yana buqalar joyiga yetib boradi mana. Misol uchun 60 million qimmat deyapsizmi yo arzon, xullas kimga qanday bo'lsa, taroziga xohlasangiz qo'yib qo'ying mana. Mart erkakchasiga taroziga ham qo'yib beramiz. Narxini telefonda gaplashamiz taroziga deyishyapti akalar. Bir joyga mana so'rasalar 60 milliondan kami bor, 7 bosh O'zbekiston bo'ylab yetkazib beriladi. Hech qanaqa muammosi yo'q dastavkada.
Xudo xohlasa telefon nomeri qo'yib ketyapmiz. Telefonlarda Telegramlar bor. Bemalol lakay so'rasa lakay tashlab beriladi. Borib, ko'rib, boshida buqalarni vesini chamalab taroziga kelishaverasizlar akalar. Mashalloh deb yozib ketasizlar xudo xohlasa. Odamni ko'rib ko'zi quvnaydi-yu, mana qarang, joningdan. Mana shu buqani ko'rib odam maza qildi-yu. Bir-biridan zo'ri bular akalar. Hali yana dalchi boqsa bo'ladi. Hali yana dalchi boqib ko'ryapsizlar-ku, ba'zi joylarda ko'ryapmiz. Qurbon hayitga vaqini bir buqalar chiqaryapti-da, $7,000, $8,000 deyotganlar ko'ryapmiz. Misol uchun-da, buni ham bir 2 oy boqing, xudo xolasa, xohlagan pulingizni aytsangiz artiydigan buqaga yetadi bor, mashalloh. Ularni qarang. Sotuvga chiqdi. Buqalar sotilmayotgandi. Muhammadjonning o'zi bilan bir gaplashganmiz, aka, bularni boqib olib boraman oxirigacha deyotgandi. Hozir mana pul zarur ekan, sotishyapti mana. Siz boqing, 2 oymi, 3 oymi, siz olib boring oxirigacha, xudo xolasa. Bemalol shunday chiqarib, palon ming dollar deydigan buqa bo'ladi-da, xudo xolasa. Mashalloh. Akalar, videoga like-da gumbillatib qo'yasizlar, kommentariyada otangga rahmat deb qo'yasizlar. Mana shunaqa buqalardan otangga rahmat deganlarni uyda borib, qo'rasi xullas to'lsin akalar. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, yaxshi kunlarda uchrashguncha.